Yetti pushtingni unutma deya uqtirishgan bizga bobolarimiz. Hamyurtimiz Zayniddin Mavlonov nafaqat 7, balki 15 ta shajarasini ham yaxshi biladi. Muxbirimiz Inomali Yavmitovga o'zini Temuriylar va Boburiylar avlodi deya tanishtirgan bu inson uchun 14-fevral kuni alohida ahamiyatga ega. Dunyoni zir titratgan sohibqiron Amir Temur, shoh va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur. Bu esa bizning zamondoshimiz muhandis Zayniddin akaning surati. Xo'sh, bu rasmlarda qanday bog'liqlik bor dersiz? Bir qarashda hindlarga o'xshab ketadigan bu inson ko'p yillardan buyon poytaxtimizdagi Chilonzor tumanida yashaydi. Bobur Mirzodan keyin bizlar 15-chisi bo'lamiz. 15-chisi. Sohibqiron bobomiz Amir Temur Akbardan keyin 20-avlod bizlar bo'lamiz. Sohibqiron Amir Temur zurriyodi olam panoh Abu Zafar Sirojiddin Muhammad Bahodir Shoh G'ozi. Ma'lumotlarga qaraganda Boburiylar sulolasining so'nggi vakili Bahodir Shoh Zafar inglizlardan mag'lubiyatga uchraganidan so'ng uning 2 o'g'li Shahzoda Mo'g'ul Mirzo hamda Shahzoda Xizr Sulaymon Mirzo otib tashlangan. Shahzoda Xizr Sulaymonning o'g'li esa boshqa Boburiyzodalar qatori qochqinda yurdi. Vaqtincha Kashmirda yashab, so'ng 1880-yillarda Movarounnahrga keldi. Uni Buxoroda Mang'itlar amiri Muzaffarxon iliq kutib oladi. Amir Muzaffar bobomga Mir general unvonini beradi. 1920-yilda bobolarim otib tashlaydi revolyutsiyadan keyin. Dadamni quloq qilib o'sha payt Toshkent oblasti, hozir Sirdaryo oblasti Bayovut rayoniga jo'natib yuboradi. 1937-yildan 45-yilgacha dadamni qamagan. Podshozoda, eskidan xabari bor, madrasa tugatgan deb dadamni 8 yilga SSRning eng shimoli bo'lmish Arxangelskda 8 yilga qamalganlar. Zayniddin aka bilan anchadan buyon tanish bo'lib qolgan taniqli yozuvchi To'lqin Hayitni ham bu ma'lumotlar qiziqtirib qoldi. Shu bois buning qanchalik haqiqatligini isbotlash uchun ko'p tadqiqotlar olib bordi. Boyevutga bordik. Chollar bilan gaplashdik voqealarni. Endi shu menga detallari kerak edi. Masalan, xo'p, otangiz qanaqa so'zlarni ko'proq ishlatardi deganda bir kishi aytdiki, otalari olampanoh degan so'zni ko'proq ishlatardi. Chunki Bahodir shohlar ham olampanoh deb ko'proq ishlarkan. Yana o'sha ikkinchi yana bir kishi aytdiki, bu kishi oila muhitida saroy muhitini shakllantirar edilar. Bobur Mirzo davridan beri 500 yildan ortiqroq vaqt o'tdi, ammo Boburiylar avlodining Toshkentda yashayotganligiga ishonish qiyin. Buni isbotlash uchun Zayniddin aka bir necha tomlab tarixiy hujjatlarni titkilashiga to'g'ri keldi. O'zbekiston davlat arxiviga men o'tgan yili general gubernatorni anaqasi, kanselyariyasi va Buxoro amirining Qushbegisini kanselyariyasini ko'rib chiqib, ichidan mana shu quyidagi hujjatni topdim. Bu narsada mana bu yerda meni bobomning ismlari ta'kidlangan. Juda agar anaqa qiladigan bo'lsa, men tayyorman. Mana hozir nima deydi DNK. Marhabo, mendan ukalarimdan qaysi biridan anaqa qilsalar, bobomning biron bir irsiy narsasi qolgan bo'lishi kerak. Tabiiy bir savol tug'iladi. Nega unda bu inson ko'p yillar davomida o'zini tanitmadi? 91-yilgacha bularga o'g'ir bo'lgan. Yo'l berishmagan Boburiylarga, hatto Pirimqul Qodirov 73-yilda yozgan Bobur nimasi romanni. 80-yilda nashr bo'lganda katta minbardan tanqid qilingan. Ayni kunlarda qahramonimiz juda band. Joylarda Bobur tavallud sanasiga bag'ishlab o'tkazilayotgan tadbirlarda Zayniddin akaning xotiralari va ma'lumotlari o'quvchilar uchun ham juda qiziqarli bo'ldi. Podshoni ota tomonidan, o'g'il tomonidan qolganlardan faqat mana shu Toshkent O'zbekistonda bilamiz. Buxoroda ham bor. Bu Hindiston, Pokiston, Angliyadagilari bu qizlari tomonidan. Ular hind bo'lib ketgan assimilyatsiya. Zayniddin aka kelajakda Boburiylarning ona tomonidan qarindoshlari bilan uchrashish niyatida. Demakki, hammasi hali oldinda. Inomali Yavmitov, Kozimjon Xotamqulov Hudud axborot tahliliy dasturi uchun maxsus tayyorlandi.